Bugun siz bilib oladigan narsalar. Kompyuter viruslari nima va qayerdan paydo bo'lgan? Viruslar nima uchun kerak va kim ulardan foyda ko'radi? Viruslarning qanday turlari bor? Jahon miqyosida kompyuterlik virus epidemiyalari bo'lganmi? Nima uchun Macga viruslar Windowsga qaraganda kamroq ta'sir qiladi? Va kompyuter viruslari nega haqiqiy odamni kasal qiladigan viruslarga juda o'xshaydi? Kompyuter viruslari yoshligimizdan ular zararli va yomon narsa ekanligini bilamiz va ular mavjud ekanligiga o'rganib qolganmiz. Shuning uchun ko'pchilik kompyuter viruslari nimadan chiqib kelishiga va kim tarafdan yasalishiga uncha qiziqmaydi. Shunchaki viruslardan gadjetlarni asrash kerak ekanligini bilishadi, bo'ldi. Qolgani qiziq emas bularga. Bugun ushbu mavzu bo'yicha bilimimizni bir oz ko'paytiramiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Why do birds suddenly appear every time? Davom etishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki har doim aytganimdek yana bir marta aytaman. Faqat shu orqali biz rivojlanishimiz mumkin va faqatgina like va obuna bo'lganingiz orqali siz bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Va albatta izohingiz bilan. Demak, kompyuter virusi nima? Xotiralarni ichiga o'zini yozib oladigan va xullas istalgan fayllarni ichiga bekina oladigan va shu orqali o'zini tarqata oladigan dastur. Eng yomon va xavfli taraf shuki, u xuddi tirik organizmga o'xshab, o'zi u yerdan bu yerga sakrab, har xil apparatlarni zararlab ketaveradi agarda ehtiyot bo'lmasangiz. Viruslarning va uni ishlab chiqargan odamning asosiy vazifasi sizning kompyuteringizdan ma'lumot o'g'irlash, parollarni o'g'irlash, bank kartalarining ma'lumotini o'g'irlash yoki fayllarni o'chirib yuborib, tizim ishlashiga xalaqit berishdir. Ya'ni kompyuter virusi bu oldindan salbiy ta'sir ko'rsatish uchun o'ylab topilgan narsa. Qaysidir dasturchining bilmagan holda qilib qo'ygan xatosi natijasida tarqab ketgan narsa emas bu. Taxminan 1981-yilda viruslar paydo bo'lishni boshladi va ular asosan disketa va boshqa fayllarni olib yuruvchi uskunalar orqali tarqalar edi. Esingizda bo'lsa, ishxonalarda yoki o'qishda hammani kompyuterga kirib chiqqan fleshkalar eng xavfli va bosgandek tuyular edi. Chunki aynan o'shalarning ichidan bir nima syurprizlar chiqib keladi doim. Undan keyin esa viruslar mahalliy tarmoq va internet orqali tarqashni ham o'rganib oldi va boshladi. Asosan endi mana shu orqali tarqaladi. Masalan, spyware. Bu viruslar aynan sizni kuzatish uchun yaratilgan. Ya'ni masalan onlayn yoki offlayn harakatlaringizni hammasini kuzatib turadi. Video suhbatlaringizni saqlab olishi mumkin va hattoki klaviaturada qaysi tugmalarni bosganingizni ham eslab qolishi mumkin. Trojan virus. Bu haqida ancha eshitgan bo'lsangiz kerak va u ana shu Troyadagi katta yog'ochli ot bor-ku, o'shaning nomiga qo'yilgan. Bu tarixda ham haqiqatdan bo'lgan narsa, faqat kinoda emas. Xullas, Yunonistonliklar Troyaliklarga katta yog'ochdan yasalgan otni sovg'a qilishadi. Ushbu sovg'ani Troyaliklar zo'r ekan deb shahar ichiga olib kirib qo'yishadi. Keyin esa kechki payt ham uxlagani ketganda Yunonistonliklar ana o'sha otning ichida bekinib olgan bo'ladi, ichidan chiqib kelishadi va shaharga kechasi hujum qilishadi. Trojan virus ham xuddi shunaqa. U sizning kompyuteringizni ichiga yashirincha kirib olish uchun mo'ljallangan va o'zini oddiy ilova yoki fayl ko'rinishida o'xshatib turadi. Boshqacha qilib tushuntirganimda, agarda virus o'zini yashirsa, demak bu Trojan virus. Trojan virus bu veb-saytdan yuklab olingan fayl yoki emaildan yuborilgan Word, Excel, PowerPoint va hokazo fayllar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Va bu shunchaki misol. Trojan virusi juda ham ko'p xilma-xil fayllarni ko'rinishda o'zini bekitib olishi mumkin. Nima programma ekan bu, nima video ekan bu deb bitta bossangiz bo'ldi, tarqab ketadi, ishlab ketadi Trojan virus va kompyuteringizga tarqab ketadi. Lekin uni bosmagunizcha ishlamaydi. Endi davom etadigan bo'lsak, yana bitta narsa borki, uni virus deb o'ylashadi, lekin aslida u virus emas. Gap qurt haqida, ya'ni worm. Qurtlar bu virus emas. Ular
bir-biriga o'xshashadi, lekin umuman har xil vazifalarni bajarishadi. Aytib o'tganimdek, virus tarqalishi uchun bir tizimdan ikkinchi tizimga foydalanuvchining qandaydir harakatlarga muhtoj, ya'ni bosmasangiz ishlab ketmaydi. Aytib o'tganimdek, virus tarqalishi uchun, ya'ni bir tizimdan ikkinchi tizimga o'tib olishi uchun foydalanuvchining xatti-harakatlariga muhtoj bo'ladi. Ya'ni virus tarqab ketishi uchun siz viruslik fayllarni yuklab olib, uni ochishingiz kerak, to'g'rimi? Qurt aksincha host va sizning xatti-harakatlaringizga muhtoj emas va sizning tizimiga tushishi bilan tarqab ketaveradi, o'zi yurib ketaveradi. Va ana tizimga kirib bo'ldimi qurt, demak u o'zi zararli dasturlarni yuklab olishni boshlaydi yoki backdoor, orqa eshikni ochishni boshlaydi. Kiber xavfsizlik dunyosida backdoor deyishganda, masalan, ruxsatga ega bo'lmagan foydalanuvchi xavfsizlik choralarini cheklab o'tib, kompyuterning nazorat huquqlariga ega bo'lib olishi nazarda tutiladi. Kiber jinoyatchilar masalan mana shu huquqlarni qo'liga kiritib olgandan keyin ular kompyuterning ma'lumotlarini xohlagancha ko'rib, hattoki kompyuterning o'zidan ham xohlagancha foydalanishi mumkin. Ammo orqa eshiklar faqat yomon maqsadda ishlatilmaydi. Juda ham g'alati eshitilyapti. Orqa eshiklar shuningdek dasturiy ta'minot yoki ilovani yoki dasturni ishlab chiqargan odamlar uchun texnologiyasiga kira olishi uchun imkoniyat yaratadi. Imkoniyat yaratadi va qo'yib ketiladi atilabdan. Endi bitta savol. Kompyuter viruslardan kimga foyda? Zoom beramiz. Virus yaratuvchilarning o'zlariga albatta. Ularning virus yaratishiga bir nechta sabablar mavjud. Ulardan biri, endi dasturlashni boshlayotgan dasturchilar o'zini sinab ko'rish uchun virus yaratib ko'radi. Mashhurroq sabablarga keladigan bo'lsak, botnet degan narsaga taqalamiz. Bu esa u kimning kompyuterni to'lov evaziga ushlab turish. Ya'ni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, botnet nima va botnetning foydalanuvchilari undan qanday foyda ko'radi? Botnet yaratish uchun virus yaratiladi. Va keyin ana shu virus orqali zararlangan kompyuter botnet orqali boshqariladi. Hakerlar esa ana shu imkoniyatni sotib pul qilishadi. Keyin mana hop nega odamlar pul to'lashadi deb so'rasangiz, botnet orqali zararlangan kompyuterlar botlarga aylanishadi va ularni har xil maqsadlar uchun har xil narsalarni qildirsangiz bo'ladi. Masalan, serverlarni ishdan chiqarish uchun ana shu botlar birgalikda haddan tashqari so'rovlarni serverga yuboradi. Natijada server yotadi. Undan tashqari esa ana shu botlarni har xil viruslarni birgalikda tarqatish uchun ishlatish ham mumkin. Lekin bu bilan ro'yxat tugab qolmaydi. Viruslar orqali foyda olishning yana bir turi ana shu viruslar orqali odamlarning ma'lumotlarini o'g'irlab, qaytarib berish uchun pul talab qilish. Masalan, ana shu ma'lumotlarni qaytarib olish uchun pul to'lagan tayyorlar kam, ammo yetarli. Shuning uchun bu ish haligacha ham bor, haligacha ham rivojlanib yotibdi. Masalan, bular bo'lmas rasmlar bo'lishi mumkin odamlarda yoki qanaqadir bular bo'lmasa ham shaxsiy rasmlar bo'lishi mumkin va odamlar ularni tarqab ketmasligi uchun katta pul tilim chuchuklashib qolyapti. Katta pul bergan tayyor. Va nihoyat shunday viruslar borki, ularni shunchaki yaratish imkoni bor bo'lgani uchun ularni yaratishadi. Ularning vazifasi faqatgina yo'q qilish, ya'ni fayl yoki ma'lumotlarni o'chirib tashlash. Bundan maqsad men mana shunaqa qila olaman deb maqtanish yoki u kimni kompyuterda rostdan ham qandaydir muhim, o'chirib tashlanishi kerak bo'lgan ma'lumot saqlanib turgan bo'lsa, ushbu ishni amalga oshirishdir. Endi hop, antivirus nimaligini bilasiz, to'g'rimi? U dasturni, ya'ni tizimni viruslardan himoyalovchi yana bitta dastur. Ammo mana ko'pchilik masalan savol beradi-da, mana shu antivirusni ishlab chiqaradigan tashkilotlar sotuvlarni oshirish uchun o'zi ham viruslarni ishlab chiqararmikan? Haqiqatan ham da o'ylab ko'rsangiz, juda ham tabiiy narsaga o'xshab ketyapti. Masalan, vaksinalarni chiqaradigan odamlar ham xuddi o'zi kasalliklarni o'ylab topadigandek tuyuladi. Masalan, koronavirusni nima rostdan ham qaysidir Xitoy ko'rshapalakni yeb qo'ygani uchun tarqab ketgan deb o'ylaysizlarmi? Lekin aslida kompyuter virusni yaratish uchun ko'p mehnat va vaqt kerak. Vaholanki tizimda va internetda shunchalik viruslar ko'pki, antivirus ishlab chiqaradigan tashkilotlarga o'zini virusni ishlab chiqarish uchun hech hojat yo'q. Chunki ular mavjud bo'lgan viruslar uchun antivirus ishlab chiqarishga ham har doim ham ulgurishmaydi. Bu degani antivirus ishlab chiqaradigan kompaniyalar sotuvlarni oshirish uchun o'zi antivirus ishlab chiqarmaydi. Chunki buning ma'nosi yo'q. Shundoq ham sotiladi hammasi. Aytgancha, tasavvur qiling, xuddi mana bio kasalliklar dunyo miqyosida epidemiya ko'rinishida tarqalayotganday,
kompyuter viruslari ham epidemiya ko'rinishida tarqalgan va tarqala oladi. Hozir siz bilan mashhur kompyuter virus epidemiyalari haqida gaplashamiz. Mashhur kompyuter virus epidemiyalaridan biri 1999-yil 26-mayda tarqab ketgan. Virusning nomi Melissa deb qo'yilgan. Floridada bitta striptizchi qiz nomiga qo'yilgan virus. Virus qurbonlarning Microsoft Word dasturlaridan boshlagan, ya'ni ana shu Microsoft Word dasturini zararlashni boshlagan. U yerdan Microsoft Outlook'ga o'tgan, ya'ni pochtaga, va ana shu pochtani zararlab bo'lgandan keyin yana 50 ta odamga xat yuborgan. Emailda biriktirilgan fayl shunday nomlanganki, uni hamma ochgisi kelgan. Chunki uning ichida 18+ rasmlar joylashganligi ishora berilgan. Ana shunga striptizchi qiz nomiga qo'yilgan bu epidemiya, chunki ichida mana shunaqa 18+ rasmlar bo'lgan. Xullas, unga bosgan foydalanuvchilarning kompyuteriga virus o'tgan va zararlangan. Bu holat qayta-qayta takrorlangan va dastlabki 100 mingta kompyuterni zararlagan va shu deb zararning qiymati $80 million tashkil qilgan, chunki zararlangan kompyuterni tozalash kerak va ta'mirlash kerak bo'lgan. Aytgancha, reklama, product placement. Sizni ham beveragingiz, ya'ni suyuqligingiz mana shu yerda turishi mumkin. Yana bitta mashhur epidemiyani eslab o'tadigan bo'lsam, u 2000-yilning 2-may kuni boshlanib ketgan. Virusning nomi I love you deb nomlangan. Nega unaqa? Chunki emaildan sirli inson tomonidan sevgi xat kelganda ko'rinar edi odamlar uchun. Va siz albatta bunaqa narsaga qiziqqaningizdan keyin ochib ko'rasiz, to'g'rimi? Odamlar ana shu xatni ochishi bilan virus kompyuterga kirib ketib, pochtani egallab olib, yana boshqa odamlarga ana shu xatni yuborishni boshlagan. Melissadan farqli ushbu virus elektron ro'yxatdagi mavjud bo'lgan barcha emaillarga xatni yuborishni boshlagan o'zi. Shuning uchun undan ko'proq tarqagan. 10 million Windows foydalanuvchilari o'z kompyuterlarini zararlab qo'yishgan va shu deb $10 milliard zarar ko'rilgan. Xullas, bu kabi kompyuter viruslik epidemiyalar ko'p bo'lgan va shu bilan ro'yxat tugab qolmaydi. Men sizga shunchaki eng qiziq va mashhurlardan birini aytib berdim. Endi tarixdan sal nariroq qochib, yana bitta qiziqarli savolga javob bersam. Nega macOS tizimiga Windows tizimiga qaraganda viruslar kamroq ta'sir qiladi? Birinchi sababi, Windows foydalanuvchilari macOS foydalanuvchilariga qaraganda ko'proq. Virus yaratuvchilari esa virus ko'proq tarqashi uchun uni aynan Windowsga moslab chiqarishadi. Ikkinchi sababi, macOS va iOSning yuqori xavfsizlik tizimi. Apple macOS dasturiy ta'minotni yaratayotganda ochiq manbalardan foydalaniladi va ana shu manbalar oddiy foydalanuvchilar tomonidan to'g'rilanib turadi va yangilanib turadi. Ammo Windowsda bu borada Microsoft faqat o'z kuchiga tayanadi. Undan tashqari esa Windows foydalanuvchilari ilovalarning cracked, ya'ni buzilgan versiyalarini yuklab olgani moyil va shu deb ular ko'pincha viruslarni yuqtirib olishi mumkin. macOSda ham albatta cracked versiyalarni ishlatish mumkin bo'lsa ham, uning foydalanuvchilari ko'pincha tinchgina o'sha ilovalarni sotib oladi. Shu deb virus tarqatish yo'llari macOSda kamroq desak ham bo'ladi. Ammo bu macOSga viruslar tushmaydi degani emas. Shunchaki uning xavfsizlik tizimi yuqoriroq va masalan yangi Apple kompyuterini sotib olganingizda unga alohida antivirusni o'rnatib o'tirishingizga to'g'ri kelmaydi. O'zi-o'zini himoyalab o'tiraveradi. Bu maqtash emas, shunchaki fakt. Mana ishlatib yuraman, rostdan ham shunaqa. Hech qanaqa antivirus turmaydi menda bu yerda. To'g'ri, Windowsda unaqa emas. Ularni hammasini oldini olish mumkin. Agarda bular bo'lmas saytlarga kirib, bular bo'lmas fayllarni yuklamasangiz deydigan odamlar topiladi hozir. Ammo biz holatni oddiy foydalanuvchi, ya'ni asosiy vazifalardan boshqasini ishlatishni bilmaydigan odamlar tomonidan fikrlashimiz kerak, chunki ular ko'proq. Demak, sekin-sekin xulosa qiladigan bo'lsak, rostdan ham kompyuter viruslari odam kasal bo'ladigan viruslardan uncha katta farq qilmaydi. Ikkalasi ham ehtiyotsizlik deb yuqadi, tez tarqaladi va uni tuzatish uchun mablag' kerak. Shuning uchun ham o'zingizni saqlang. Biz shifokor emasmiz, shuning uchun faqatgina kompyuter viruslardan qanday qilib saqlanib qolish mumkinligini tavsiya qila olamiz. Mana hozir. Demak, usullari qanday qilib kompyuteringizni viruslardan saqlash mumkin? Birinchisi, eng so'nggi xavfsizlik tizimlaridan, ya'ni yangilanishlardan foydalanib turish uchun kompyuteringizni tizimini yangilatib turing.
yangilanish keldimi, darrov yuklab oling va o'tkazing. Ikkinchisi, yuboruvchisi noma'lum bo'lgan elektron pochta va havolalarni ochishdan o'zingizni torting. Uchinchisi, xavfsizlik funksiyalarini chetlab o'tib, ishonchli bo'lmagan manbalardan ilovalarni va fayllarni yuklab olmang. Mana masalan, internetda darrov Google'da Michael Jackson qo'shiqlari skachayt deb terasku, ana o'sha chiqib kelgan barcha saytlarning biri viruslangan bo'lishi mumkin. Va oxirgisi, birovni fleshkasi yoki hard diskini oldingizmi va kompyuteringizga tiqdingizmi, uni ichidagi fayllarni teyishdan oldin fleshkani yaxshilab antivirus bilan tekshirib oling. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar. Agarda savolinglar bo'lsa, izohlarda yozinglar, javob bergani harakat qilamiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage intro bo'lyapti. Ammo orqa eshiklar faqat yomon ma'noda ishlatilmaydi. Aha, еще? Пишем? Так, Ибрагима шляпа мешает чуть-чуть. Fariz $1 million cappuccino olib keldi. Fariz, электрофарез. Так, чуть-чуть вот так подойди. Ammo orqa eshiklar. Ammo orqa eshiklar. Ammo orqa eshiklar faqat yomon maqsadda ishlatilmaydi. Yo, g'alati eshitilyapti.